ruhlari oliy hamrohga yetdi. Rasululloh vafot etdilar. Onamiz Oyshaning uylarida tizzalariga bosh qo'ygan holda. Rasululloh. Shu kundan boshlab Madinada jimjitlik hukm surdi. Sahobalar muborak uy yonida to'planib, ko'z yoshlarini tiya olishmadi. Umar qayg'usini tutib tura olmadi. Bunga chidash mushkul edi. Kimda kim Muhammad o'ldi desa, qilichim bilan uni qatl qilaman. Shu paytda Abu Bakr shoshib yetib keldilar. Vujudlari titrab uyga kirdilar. Ko'zlariga ishona olmas edilar. Ammo uni tutib turgan narsa uning tavakkuli edi. Asta xonaga kirdilar. Rasululloh ustilaridagi yopinchiqni ko'tardilar. Muborak yuzlariga qaradilar. Bu dunyodagi eng chiroyli yuz edi. Ko'zda yosh bilan Abu Bakr egildilar. Payg'ambarimizning muborak peshonalaridan 3 marta o'pdilar. So'ng shu gapni aytdilar. Xuddi hayotingiz kabi vafotingiz ham chiroyli, ya Rasululloh. Atrofdagi sahobalarning ovozi yanada ko'tarildi. Hamma bir-biriga endi nima bo'ladi degandek qarardi. Ummat umidsizlikka tushdi. Ammo Abu Bakr esa o'zini yo'qotmadi. Payg'ambarning da'vatini davom ettirishi lozim edi. Iymonini baquvvat qilib tashqariga chiqib, sahobalarga murojaat qildi. Kimda kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, bilingki, Muhammad o'ldi. Ammo kimda kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa, Alloh tirik va hech qachon o'lmaydi. Muhammad ham bir payg'ambar xolos. Undan avval ham payg'ambarlar o'tgan. Agar u o'lsa yoki qatl qilinsa, orqangizga qaytasizmi? Kimki orqasiga qaytsa, Allohga hech zarar keltira olmas va Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlar. Bu oyat yuraklarni teshgandek bo'ldi. Umar oyoqda tura olmay yerga yiqildi. Shunda Rasulullohning chindan vafot etganlari ayon bo'ldi. Madinadagi barcha xonadon yig'iga to'ldi. Barchaning yuragida bo'shliq paydo bo'ldi. Sahobalar Rasulullohni qayerga ko'mish haqida o'yladilar. Ba'zilar Makkaga olib boraylik deyshti. Boshqalar Jannatul Baqiy qabristoniga dafn qilaylik dedi. So'ng Abu Bakr turdi. Ko'zlari to'la yosh va titroq ovoz bilan shunday dedilar. Men Rasulullohning, Alloh payg'ambarining jonini faqat uni dafn qilishni xohlagan joyida oladi deganini eshitganman. Shu bilan qaror aniq bo'ldi. Rasululloh o'zlari vafot topgan